Hammang salom qizlar, bugun sizlar bilan Getrezmi ko'chaga davay ketdi unda. Birinchi bo'lib yuzimizni увлажнение qiladigan mana shunaqa krem surib olamiz yuzimizga. Yuzimizda qo'y idealniy qilib увлажнение qilib beradi. Buni rasmga olsanglar bo'ladi, bozorda mana shunaqa topsanglar bo'ladi. Yuzimizda qo'y tiniq makiyajga tayyor qilib beradi bu. Undan keyin puma fiksatorni yaxshilab surib olib, keyin kesishkada yaxshilab qoshimizga figura beramiz. Qoshimiz bo'lgandan keyin bunaqa chirib ketgan spifimizni, o'sha qolmagan spifimizni olib surib olamiz. Keyin bunaqa sponjikda yaxshilab yedirib chiqamiz. Осторожно, idealniy qilib. Bottirib emas, такой yumshoq qilib. Keyin qo'lim bilan такой qilvaraman, чтобы yaxshilab yedirilishi uchun. Keyin bunaqa rumyon suraman. Ustida bunaqa kesishga удобный rastutsiylar bo'ldi. Men osh rangini keyin surdim. Birinchi bo'lib yuzimizga такой surib olamiz. Yonoqlarimizga, ko'zlarimizni kichikga o'xshatib turamiz. Faqat dumaloq qilib surmasdan. Undan keyin yuzim bunaqa yaltirab ketgani uchun bunaqa pudra surib olamiz. Yuzimiz yaltirog'ini olish uchun. Bundan keyin bunaqa tush olamiz. Qizlar sizlarga mana shu tush tashlab beraman. Потому что uni kesishi такой идеальный. Mana qizlar men tushimni surib oldim. Undan keyin mana Elon Musk bizning ko'zimizdan ko'rinuvchi yaltiroq qilib surib olamiz. Okay, surib bo'lgandan keyin milliard 100 yillik bunaqa kontur olib surib olamiz. Rangi такой bo'lgan. Uni surib bo'lgandan keyin bunaqa tint surib olamiz. Shu молочный так idealniy lab bo'lib turishi uchun. Men surib oldim. Endi men bunaqa adashmasam mana shuni umidimga olganman o'zim marketdan. Shunaqa yaltiratib surib olaman. Blesk. Voila, qizlar, mana makiyajim tayyor. Endi sizlar bilan kiyinishga ketdi. Mana voila, men kiyim oldim qizlar. Такой идеальный, красивый. Men oyog'imga bunaqa kiyaman. Hammalarga xayr. Menga podpiska bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Bye bye.